Qarorgoh podkastimizning bugungi mehmoni nafaqat mamlakatimizda, balki jahonda ham juda taniqli inson. Bu inson haqida Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'an ham iliq fikrlar bildirgan. Mergan bu dushmanning birinchi raqamli nishoni hisoblanadi. Qiziq savol. Shamol merganning do'stimi yo dushmani? Haqiqiy hayotdagi mergan bilan kinodagi merganda yer bilan osmonchalik farqi bor. Ayollardan yaxshi merganlar chiqadi. Bizni armiyamizda ham mergan ayollar ko'pmi? Merganlar qadimdan shaxsi bekitib kelingan. Saroasiyadagi, Toshkent viloyatidagi voqealardagi merganlarning harakati o'rganilganmi? Biz professional merganlarni tayyorlaymiz. Xato qilishga haqqimiz yo'q. Real holatda ham merganlar shunaqa sovuqqon bo'ladimi yoki kinodagi obrazlarda shunday yaratiladimi? Dushmanni peshonasiga yoki ko'ziga o'q otadi. Bu eng katta xato. Kuchli snayperni ikkinchi kuchli snayper bir qarashda tanib olish mumkin. Real hayotda ham mana shunaqa zamonaviy assassinlar mavjud. Bitta o'q, bitta nishon. General bo'lish mani bu oliy maqsadlarimdan bittasi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Qarorgoh podkastimizning bugungi mehmoni nafaqat mamlakatimizda, balki jahonda ham juda taniqli inson. Bu inson haqida Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'an ham iliq fikrlar bildirgan. Bu inson mamlakatimizda ilk bor tashkil etilgan merganlar o'quv markazining birinchi rahbari va bu inson tarbiyalagan merganlar mamlakatimiz merganlarni bir nechta xalqaro musobaqalarda eng yuqori o'rinlarni qo'lga kiritishga sababchi bo'lgan Shahboz Eshonqulov. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum Olimjon aka, avvalambor taklif uchun rahmat sizga. Ko'rsatuvni bir savol bilan boshlamoqchiman. Ehtimol siz ham ko'rgandirsiz. Bir video kontent tayyorlagan edik. Unda bizning qurolli kuchlarimizdagi mergan 1000 metrdan uzoqroq bo'lgan tangani o'sha snayper vintovkasida, ya'ni qurol bilan nishonga olgan. Undan keyin bizga juda ko'p savollar bo'ldi. O'zi dushmanni masalan necha metr masofadan urish mumkin? Men sizga real rekord natijasini aytishim mumkin. 3,5 kilometrda haqiqiy jangovar rekord o'rnatilgan. Afg'oniston urushida Amerika mergani 3,5 kilometrda bitta o'q bilan yiqitgan. Bu real fakt va tarixiy xuddi shunaqa. Bundan keyin qayd etilgan. Xuddi shunaqa. Shuning uchun siz tasavvur qilishingiz mumkin, 3,5 kilometr masofada o'q uzoq sekundlar davomida uchadi. Bunaqa darajada aniqlikka o'q otish uchun oldindan ko'rib biladigan mergan bo'lish kerak. Shuning uchun bu aslini olganda mumkin, faqatgina juda yuqori professional tayyorgarlik talab etadi. Ajoyib. Qarang, uzoq masofadan o'sha nishonni olishda eng katta qiyinchilik nima? Bilasizmi, mergan eng avvalo nafas olish va yuragini bosimini kamaytirish shu bilan kurashadi. Demak, yurak ritmini kamaytirish kerak ekanda nishonga olish paytida. Xuddi shunaqa. Mergan, professional mergan doim o'zining yurak urishi va nafas olishini his qilib turadi va eng sokin vaqtida o'q uzish kerak. Sababi uzoq masofaga o'q otganda sizni kichkina millimetrdagi o'sha tepkini bosishdagi qaltis harakatingiz uzoq masofalarda 1 metrlab masofalarga o'qni siljitib boradi. Shuning uchun bunaqa vaqtda eng birinchi o'rinda har qanaqa professional mergan o'zining yurak urishini eshitib turadi, nafas olishini nazoratga oladi va eng sokin vaqtda o'q uzadi. Professional mergan bu haqda birinchi doim o'ylaydi, his qilib turadi. Men o'ylaymanki, bu fikrlarni nafaqat men, juda ko'plab kuzatuvchilarimiz ham ilk marta eshitdi. Men o'zi tabiatan kam kino ko'raman, lekin ko'rgan kinolarim orasida eng ko'p ko'rganlarim merganlar haqidagi filmlar ekan. Bu ham menimcha bejiz emas, chunki merganlar hayotiga juda ham qiziqaman va shu o'rinda tabiiy bir savol tug'iladi-da. Mana shu jahon kinolarining ham eng ajoyib filmlari merganlar haqidagi filmlar.
mana shu kinolarni ko'rib turib o'sha merganning uzoq masofada nishonni olganligi yoki kutilmagan bir holatlar bu real voqealarga asoslanadimi yo fantastik holatmi? Bilasizmi, kino bu san'at. Shuning uchun haqiqiy hayotdagi mergan bilan kinodagi merganni yer bilan osmonchalik farqi bor. Hozirgi kunda mergan kinolarida xatoliklar juda kam, lekin bir jihatida doim hisobga olishmaydi. Deylik, yuqori zamonaviy professional qurollardan o'q otadi, shamolni qisqa muddatda hech qanaqa hisob-kitoblarsiz amalga oshirishadi. Buning imkoni yo'q. Real hayotda shamolni hisobga olish bu mergan uchun uzoq hisob-kitoblarni talab etadi. Oldindan tayyorgarlikni talab etadi. Shuning uchun kinoda bu narsani qisqa vaqt ichida hech qanaqa hisob-kitoblarni amalga oshirgan jarayonlar ko'rsatmaydi. Faqat masofani aniqlaydi va o'q uzadi. Bu kinoni ortidagi jarayonlar hisoblanadi. Albatta kinoda emotsiya birinchi o'rinda turadi. Tomoshabinni hayratda qoldirish uchun mana shu vaqtda oladigan, zerikarli bo'ladigan hisob-kitoblarni ko'rsatishmaydi. Real hayotda bu narsa juda muhim hisoblanadi. Kinolarda ham ko'p ko'ramiz, merganlar o'sha shamolga juda katta e'tibor qaratadi. Qiziq savol. Shamol merganning do'stimi yo dushmanimi? Albatta bu eng ko'p takrorlanadigan so'z biz ichimizda. Merganning birinchi dushmani bu shamol. Chunki mergan o'zi turgan joyini, nishon turgan joyidagi shamolni o'qishi mumkin, lekin o'sha oraliqdagi masofani shamolda o'qa olmaydi. Buning uchun o'sha tayyorgarlik davrida umuman issiqlik hisobiga yerdan ko'tariladigan havoni chayqalishi, o'tni og'ishi orqali merganlar shamolda o'qishi mumkin, lekin o'qni havoda uchish davrida, deylik 500 metrda 100 dan 500 gacha bo'lgan oraliqdagi shamollar 2-3 ta siklda o'zgarishi mumkin. Buni hozircha hech qanaqa olim ham qanday qilib aniqlashni imkonini topmadi. Faqat buni eng yuqori professional tayyorgarlikka ega bo'lgan, intuitsiyasi yuqori bo'lgan merganlargina his qiladi bu narsani. Shamolni qaysi holatda ekanligini. Shuning uchun shamol mergan uchun eng birinchi raqamli dushman hisoblanadi. Aksincha o'ylardim. Shamol merganning do'sti, chunki u qayoqdan esayotganiga qarab mergan nishonni poylaydi deb o'ylar ekanman va xato o'ylar ekanman. Demak, nishonni olishda shamol yoki ob-havo sharoitining ahamiyatini tushuntirib berdingiz. Shunga bir ikkita misollar ayta olasizmi amaliy? Albatta, men o'sha yuqorida ko'p bu haqida esladim. Merganni umuman har bir o'qi bu mas'uliyat hisoblanadi. Mana shu mas'uliyatning tagida muhim qaror qabul qilish kerak. Har bir qarori bir qancha hisob-kitoblarga asoslanadi. Mana bir nechtalarini sanaydigan bo'lsak, havoning harorati, shamolning yo'nalishi va tezligi, o'sha merganning turgan joyini dengiz sathidan balandligi, havoning namligi, hatto balandlik zichligi degan ko'rsatkichlar ham borki, merganni har bir o'q otishda undagi o'qqa ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Demak, men tushunishimcha, dengiz bo'yidagi nishon yoki tog' cho'qqisidagi nishon yoki tekislikdagi nishonni olishda ob-havoning sharoiti har xil ta'sir qilar ekanda. Xuddi shunaqa. Oddiyroq qilib aytganda, siz quyosh chiqib turgan kunda bir xil qurol, bir xil nishon, bir xil masofadagi nishonga o'q otdingiz, deylik 500 metrga o'sha birinchi ko'rsatkich bilan. O'sha vaqt o'tdi, bir soatdan keyin yomg'ir yog'di. Sizni ko'rsatkichlaringiz batamom o'zgarib ketadi. Yomg'irdagi umuman deylik 50 masofaga qo'yib otadigan bo'lsangiz, 5 ko'rsatkich ko'tarilib ketishi mumkin yoki 5 ko'rsatkich tushib ketishi mumkin. Lekin siz bitta joyda otyapsiz, bir xil quroldan otyapsiz. Shuning uchun ob-havo bu mergan hisobga olish kerak bo'lgan muhim omillardan biri hisoblanadi. Bu omil men hozir sanab o'tgan 5-6 ta emas, aslida olganda 20 ga yaqin omillar bor. Shuning uchun ham mana shu hozirgi kunda yuqori aniqlikdagi qurollar uchun zamonaviy maxsus ballistik hisoblash anjomlari bor. Mana shu ballistik hisoblash anjomlari maxsus sensorlar bilan o'sha jihozlangan va bir vaqtning o'zida merganga mana shu barcha ob-havo ma'lumotlarini hisoblagan holatda o'q otish bo'yicha tuzatmalarni va birinchi o'rnatmalarni beradi. Lekin mana shu ma'lumotlarni o'zi kiritish kerak bo'ladi birinchi o'rinda. Endi mana shu kino haqidagi suhbatimizni davom ettirib aytaman-da. Kinodagi merganlar obrazida biz o'ta bir sovuqqon siymoni ko'ramiz. Real holatda ham merganlar shunaqa sovuqqon bo'ladimi yoki kinodagi obrazlarda shunday yaratiladimi? Aslida mergan shunday bo'lishi kerak. Sababi
umuman odamda 4 ta temperament haqida agar sizni savolingizga to'xtalishim kerak. Merganlar bilasiz, xolerik va sangvinik temperamentdagi harbiylar deylik, ulardan yaxshi merganlar chiqmaydi. Sababi ular doim qaynoq, harakatchan, bir joyda tura olmaydi. Lekin flegmatik mutaxassislar, ya'ni o'sha temperamentga ega bo'lgan merganlar, bu siz aytgandek sovuqqon, uzoq vaqt bitta joyda sabr bilan o'z nishonini kuzatadigan va aniq eng kerak vaqtda mohir o'q otadigan merganlar bo'ladi. Albatta bunaqa odamlar juda professional bo'ladi. Men o'zim tajribamdan kuzatganman. Ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan professional merganlar juda kam gap, siz aytganingizdek ko'rinishidan og'ir bosiq va sovuqqon bo'lishadi. Bular ularni haqiqiy professional ekanligini bildiradi. Endi kinolarda ham ko'ramiz, mana bu merganlar haqidagi ko'rsatuvlarda ham ko'ramiz. Ular hali yuzlarini har xil ranglarga bo'yab, maskirovka deylik, maskirovkalarda bo'ladi. Bu o'sha nurni qaytarish uchunmi yoki dushmanga ruhiy ustunligini ko'rsatish uchunmi? Qanaqa? Bu maqsad nima bunday bo'yanishlarda? Albatta buni birinchi maqsadi o'sha o'zini turgan joyini yoki o'zidagi har qanaqa ko'zga tashlanishi mumkin bo'lgan nurlarni bu dushmanni optik priboridan himoyalash. Sababi buni biz siz bilan ko'rib turgan ko'zimizdagi narsa optik pribordagi ancha past hisoblanadi. Siz mergan qurolini optik priboridan juda ko'p qaragansiz. Unda agar kichkina o'lchamdagi o'sha chaqnash bo'lsa ham, yorug'lik bo'lsa ham birdaniga bilinadi va mergan uchun bu dushman va o'sha yerga birinchi o'q boradi. Shuning uchun mergan avvalambor o'zini himoya qilish uchun maskirovkani qilishga majbur. Bu merganni o'sha eng asosiy xislatlaridan bittasi. Men shuning uchun aytaman, bu nafaqat yuzini bo'yashi, har bitta tana qismi, mana shu deylik soatlarini mana shu holatda yaltirashi bu mergan uchun bu dushman hisoblanadi. Shuning uchun mergan avvalambor o'sha jang maydoniga kirganda, dala mashg'ulotlari paytida birinchi talab unga undagi har qanaqa o'sha maskirovkaga qarshi bo'lgan vositalarni o'sha niqoblanishi bu shart talab. Bundan tashqari merganlar o'sha o'zlarining turgan joyiga qarab, masalan, agar daraxtzorlar ichida bo'lsa, daraxtlar rangidagi formalarda yoki daraxtlarda maxsus niqoblarni yaratib oladi yoki agar dashtlik joyda bo'lsa shunga yarasha buni alohida o'rgatiladimi? Ya'ni qanday o'sha maskirovkani yaratish bo'yicha alohida saboqlar beriladimi yoki bu mergan o'zi hal qiladigan masalami? Asosiy qismini aytaman. Mergan uchun cheklangan qonun qoida yo'q. Biz eng birinchi avvalo merganga shuni o'rgatamiz. Ya'ni siz aytganingizdek, hozir 4 ta faslda 4 xil kiyim bor degani emas. Qishda oq, bahorda deylik yashil, yozda sariq emas. O'sha yozda o'zida ham kerak bo'lsa, tabiatimizda necha xil rang bo'lsa, o'sha barcha xil rangga tuslanish kerak bo'ladi. Men buni bitta rassomdan eshitdim. Ishonasizmi? Hatto kun davomida o'sha masalan biz daraxtni yashil deymiz, o'sha kun davomida har soatda o'sha yashil rang o'zgarib turar ekan. O'sha paytida ushlamasak deydi rangni, o'sha biz aytgan rang chiqmaydi degan fikr bildirgan. Xuddi shunaqa. Va o'sha men gapimga qo'shimcha qilmoqchi bo'lganim, mana ba'zilar, endi bu professional yondashuv bo'lmaydi, odamni ko'zidan qoplaydi. Mergan kerak bo'lsa o'zini xatti-harakatlarini, hidlarini hayvondan birinchi o'rinda niqoblanishni bilish kerak. Sababi hayvon bilasiz, insondan ko'ra hid sezishi, har qanaqa sezgi organlari insonnikidan yuqori hisoblanadi. 500 metrdan ham sizni noto'g'ri harakatingiz yoki bo'lmasam o'sha shamol orqali olib kelgan hidingiz hayvonni cho'chitadi va olib qochadi. Shuning uchun birinchi o'rinda mergan hayvondan alday olish kerak. Filmlar haqidagi savollarimni bir tugallab qo'ymoqchiman. Mana shu filmlarda ko'rgan merganlar sahnasiga, masalan, siz professional sifatida ishonasizmi yoki kinolardagi mergan obrazlari va jarayonlar haqidagi bir fikrlaringizni bilmoqchiman. Bilasizmi, to'g'ri aytdingiz. Men bu sohada ishlaganimdan beri, umuman faoliyatimni boshlaganimdan beri juda ko'p merganlik kinolarni ko'rib, undagi xatolarni doim kuzatib borganman. Shu yuqorida aytganimdek, oldingi birinchi ishlangan merganlik kinolari bilan hozirgilarda xatoliklar borgan sari kamayib bormoqda va mana shu xatolardan eng asosiy ikkitasini aytaman. Doim e'tibor bergansiz, merganlar chimadanda qurollarni olib keladi, turli xil qismlarga bo'lingan va o'z-o'zidan qurollar yig'iladi va qurol tayyor va u o'sha nishonga aniq va nuqtaga yo dushmanni peshonasiga yo ko'ziga o'q otadi. Bu eng katta xato. Sababi
qurol qismlarga bo'lingandan keyin eng asosiysi optik mo'ljallagich qotirilgandan keyin uni albatta tekshirib ko'rish kerak to'g'ri ekanligini. Bu eng katta xato. Ular mana shu qismini ko'rsatmaydi. Qurol yig'ildi va to'g'ri o'q otdi. Qanday tekshirish mumkin buni? Albatta mana shu kamchilikni Britaniya o'sha davlat tomonidan ishlangan bir kinoda to'g'rilangan, mo'ljallab otayotgan nishoniga yaqin bo'lgan joyda bir aniq nuqtani tanlaydi va mo'ljallab o'sha nuqtaga otadi. Demak, undan chapga o'ngga o'q teggan payti u o'z-o'zidan mergan o'sha optik mo'ljallagichda nima gorizontal va vertikal buragichlari orqali tuzatmalar kiritish kerak bo'ladi. Lekin bu narsa deyarli 99.9% kinolarda ko'rsatilmaydi. Va yana bitta o'sha eng katta xatoliklardan bittasi, qo'lida deylik masofa o'lchash moslamasi turadi, o'sha moslamasidan qarab shamolda tezligini aytadi. Bu juda ko'p kuzatiladigan kamchilik. Aslida olganda shamolda aniqlaydigan deylik pribor, bu umuman moslama, boshqa moslamalar. Uni albatta o'sha qo'lda parraga bo'ladi, parraga orqali o'lchash kerak. Men ishonchim komil, siz birorta bir merganda qo'lida shu kichkina parraga bor moslamani havoga ko'tarib shamolda o'lchaganini ko'rmagansiz. To'g'ri. Shu yerda yana bitta savol paydo bo'lib qoldi. Mana kinolarda ko'p ko'ramiz. Merganlar odatda o'sha nuqtada juft bo'lib turadi. Ya'ni bittasi merganlik quroli bilan nishonni poylayotgan bo'lsa, ikkinchisi kuzatuvda amalga oshiradi. Hozir nafaqat ikkita, uchtalab, to'rttalab merganlar bitta jamoada ishlashyapti. Ana ikkitaga qaytadigan bo'lsak, mergan hozirgi zamonaviy qurollarda imkoniyatlari ko'payib ketgandan keyin va merganlar uchun qo'shimcha maxsus anjomlar ko'payganligi uchun merganlar oldingi deylik qadimgi shu kamondan o'q otgan merganlarga qaraganda juda katta imkoniyatga ega bo'ldi. Ular mingdan oshiq masofalarga aniq o'q otishga imkoniyati bor. Shu sababli ularda o'sha bitta ikkita o'qni aniq otish uchun ko'p hisob-kitoblarni o'sha uni jufti hisob-kitob qilib beradi. O'q otuvchi mergan faqat eng asosiysi to'g'ri aniq mo'ljalga olish kerak va o'q otish kerak. Ungacha bo'lgan hisob-kitoblarni aqlliroq, zehnroq, ko'proq maydonni kuzatadigan, hamma hisob-kitoblarni amalga oshiradigan anjom aslaha bilan butlangan bo'ladi o'sha uni sherigi. Shuning uchun ham ikkita mergan bo'lishi vazifani muvaffaqiyatli bajarish uchun juda qo'l keladi. Yuqorida ham ta'kidlab o'tdingiz, endi biz kuzatuvchilarimiz ham kinolarda juda ko'p ko'rgan. Merganlar o'sha nishonni poylab soatlab yotadi. Hattoki ular o'zining o'sha og'zidan chiqayotgan bug'ni ham nazorat qiladi. Va men so'ramoqchi bo'lganim, bu holat o'z-o'zidan tomoshabinni o'ziga sehrlab qo'yadi, ekranni qarshisiga mixlab qo'yadi. Real sharoitda qanday? Real sharoitda ham xuddi mana shu jihatlar hammasi talab qilinadimi? Aslida olsa real sharoitda o'sha kinolarda ko'rinmagan juda ko'p omillar bor, juda qiyin. Sababi mergan o'sha vazifa bajarish uchun o'z pozitsiyasini egallagandan so'ng, ya'ni u o'sha joyda kerakli talablarga asosan niqoblangandan so'ng qimillashi mumkin emas. Endi siz tasavvur qiling, shunaqa vaqtlar keladi, sutkalab ana shu joyda yotish kerak. Albatta tabiiy ehtiyojlar bor. O'z-o'zidan mana shu qimillamagan holatda hamma ehtiyojlarni qondirish kerak. U o'sha ochlikka chidamlilik bo'lishi kerak. Va eng asosiysi hammani ham qo'lidan kelmaydi uzoq vaqt bitta joyda yotish. Sabr, toqat eng birinchi mana shu yerda merganni sinaydigan bir omillardan bittasi bo'ladi. Shuning uchun aslida olganda o'sha yerda sizga ko'ringan o'zini deylik harakatini bekitish uchun yoki bo'lmasam og'zidan par chiqishini bekitish uchun og'ziga shu qor parchasini solib qo'yishi, bu u his qiladigan qiyinchiliklardan deylik 50 dan bitta yoki ikkita faktor bo'lishi mumkin. Aslida olganda bundan ham ko'p, ha? Bundan ham ko'p. Juda qiyin, juda qiyin. Demak, merganlik juda ham og'ir soha ekan. Xuddi shunaqa. Hozir siz aytyapsiz, men shu paytgacha tasavvurlarimdagi mergandan ko'ra ancha murakkab sharoitlarni va murakkab holatlardagi insonni tasavvur qilyapman-da. Albatta, bu tabiiy. Siz deylik merganlik sohasida ishlamay turib bu gapni aytyapsiz. Aslida 5 yillab misol uchun merganlik sohasida yurib, mergan bo'lib, mana shu bilimlarni olgandan so'ng ularda mana shunaqa fikr bo'ladi. Biz o'ylagandik, merganlik qurolini ko'tarish bu u mergan degani. Aslida merganlik juda katta bilim, mas'uliyat, aql, zakovat
ni talab etar ekan deb mana shu tayyorlovlardan o'tgandan keyin merganlarda xuddi sizga o'xshagan fikrlar paydo bo'ladi. O'zimni mergan bo'lib yurgan ekanman deb, kinolarni ko'rib mergan shu bo'ladi deb. Aslida buni kinoni ortida yozilmagan juda ko'p omillar borligi ularni haqiqatdan hayratda qoldiradi. Lekin albatta bular o'zlariga ishonchi ortadi, professionalligi ortadi. Bu orqali kasbiga bo'lgan qiziqishi yana ham ortib boradi. Endi biz merganni dunyo atamanshunosligida snayperlar deb ataymiz. O'zi bu snayper so'zini kelib chiqish sababi, mohiyati qanday? Bu tarix qanaqa o'zi? Bilasizmi, o'rta asrlarda Britaniya askarlari Hindistonda bir o'rmonda ov qilib yurgan vaqtlarida o'sha paytda askarlar orasida bir snayp laqabli qushni ovlash musobaqa tarzida tashkillashtirilgan. Sababli aynan mana shu snayp laqabli bu rus tilida Pegasus qushi nomi. O'sha qushni ovlaganlar snayperlar deyilgan. Ya'ni ingliz tilida biz bilamiz, o'sha snayper, ya'ni er qo'shimchasi qo'shilishi bu o'sha kasb beradi. Ya'ni o'sha snaypni ovlaydigan deylik, mohir otuvchi. Bu qushning o'ziga xos jihati nima? Nimaga aynan shu qushni otganga nisbatan snayper degan? O'ziga xosligining birinchi jihati o'lchami juda kichik va juda manyovrchan. Tez va manyovrchan. Shu sababli hamma ham o'ta olmagan. Ayniqsa o'sha o'rta asrlardagi, siz juda yaxshi bilasiz, eng primitiv miltig'lar bo'lgan. Undagi optik mo'ljalga olish moslamasi bo'lmagan. Mana shu oddiy mexanik uslubda bunaqa qushni ura olgan askarlar haqiqiy snayperlar deyilgan. Mana shunday qilib snayper so'zining tarixi vujudga keldi. Shahboz, keling sizning bir bolaligingiz, umuman qishlog'ingizga ham bir sayr qilsak. Men bilamanki, siz Sari Osiyoda tug'ilib voyaga yetgansiz. Sari Osiyoda bilasiz 2000-yillarda bo'lgan voqealar. Siz o'sha paytda adashmasam 10-11 yoshda bo'lgansiz. 10 yosh, 11 yosh, xuddi shuning. Aynan shu voqealar sizni harbiy sohaga kirishingizga sabab bo'lganmi yo boshqa sabablar bormi? Bilasizmi, meni aynan harbiylik sohasiga kirishimni onamlar sababchi bo'lgan. Sababi men maktab davrlarida rasm chizardim, musiqa maktablariga qatnardim. Shu snayperdan otadigan barmoqlar musiqa ham chalganmi? Xuddi shunaqa. 5 yil o'sha g'ijjak chalganman, maktabga musiqa maktabiga borib, shu bilan bir qatorda o'zimni tog'amlar rahmatli rassom bo'lganliklari uchun har doim yozda tog'amlarning oldilariga borib shogird bo'lib rasm ham chizardim. Juda ko'p kolleksiyalarim ham bo'lgan. Meni hayratlantiryapsiz. Lekin oilada kichkina farzand bo'lganligimiz uchun bobomlar o'sha Sariosiyo tumanida ichki ishlar xodimi bo'lib ishlaganlar uzoq vaqt va o'sha mayor unvonidan pensiyaga chiqqanlar. Onamlarni bir og'iz gaplari farzandlarim orasida kimdir o'sha boboylarning kasbini davom ettirasizlarmi deganlarida 9-sinfda edim. Aynan o'sha paytda kelajakdagi kasbni tanlash vaqtida. O'sha yerda men bilmadim, ichimdagi qanaqadir turtki yoki olov men mana shu harbiylik kasbini tanlayman deb xohish uyg'ongan va 9-sinfdan keyin Toshkentdagi harbiy litseyga o'sha o'zim xohishim bilan topshirib 3 yil o'sha mana shu harbiy litseyda o'qib, umuman keyinchalik haqiqiy bu kasb men uchun ekanligini tushunib yetganman. Va o'sha oliy ta'limni ham o'sha Chirchiqdagi harbiy bilim yurtida o'qishga topshirib, o'sha 1-yilning o'zida oliy ta'limga o'qishga kirib, o'sha harbiylik hayotiga kirib kelganman. Lekin siz harbiy oliy ta'limda desant yo'nalishi bo'yicha o'qidingiz, adashmasam. Snayperlikka qanday o'tib qoldingiz? Snayper sohasiga qiziqish menda o'sha oliy harbiy ta'limda Chirchiq bilim yurtida o'qib yurgan paytlarimda menga biriktirilgan qurol merganlik quroli bo'lgan va men mana shu aynan merganlik qurolidan 4 yil mutaxassis sifatida qo'shimcha o'rganganman. Mana shu o'qish davrimlarimda juda ko'p musobaqalar tashkil etilardi kursantlar orasida, harbiy bilim yurtlari orasida. Mana shu musobaqalarda bir necha marotaba qatnashib, umuman merganlik kasbiga, umuman merganlik sohasiga aniqrog'i qiziqishim ortgan. Balki mana shu sababli kelajakda yana bir kun kelib men mana shu merganlarni tayyorlaydigan markazda rahbar bo'lish, boshliq bo'lish, mana shu balki meni harbiy oliy bilim yurtidagi merganlik kasbiga qiziqqanim sabab bo'lishi mumkin. Qarang, hozir siz snayper so'zini kelib chiqish tarixini aytib berdingiz. So'z juda uzoq tarixga ega emas ekan, ammo bu
merganlik juda uzoq tarixga ega. Eng kishilik jamiyat paydo bo'lgandan boshlangan desak ham bo'ladi. Albatta. Chunki o'sha ovchilik bilan bevosita bog'liq bu soha. Merganlikni tarixi haqida sizga aytadigan bo'lsam, miloddan avvalgi deylik sak va massagetlar davridanoq o'sha qadimgi turkiy xalqlarning ichida siz juda yaxshi bilasiz, otda yurib ular kamonlardan o'q uzishgan. Bu aslini olganda juda murakkab bilasiz, otda yurishni o'zi birinchi o'rinda o'sha chavandoz uchun murakkablik tug'diradi. Lekin otda yurib nafaqat to'g'ridagi yonbosh va orqadagi deylik dushmanlarga ham mohirlik Bir paytda o'zida 4 ta tarafga qarab o'q uza olgan. Xuddi shunaqa. Lekin buni bir narsa bilan izohlash mumkin. O'sha davrda juda yaxshi bilasiz, bolaligidan o'g'il bolalar chavandozlikka qiziqqan va ular o'rgatilgan. Xuddi shunaqa. Otda o'zlarini muvozanatini saqlash, nafaqat ular o'sha muvozanat saqlash bilan bir qatorda qurollardan, o'sha qilichlardan jang qilish va bu o'z-o'zidan ularda mana shu instinktni shakllantirib olgan. Aql ham otda yurib otni chavandozlik qilib boshqarish va intuitsiya orqali kamondan o'q otish. Bu mana shunday qilib eng dastlabki merganlar vujudga kelgan va albatta o'rta asrlarda buyuk ajdodlarimiz Sarkarda Amir Temur davrida, umuman Bobur davrida mana shu armiyada, umuman ularni qo'l ostidagi armiyada eng muhim topshiriqlarni mohir merganlar bajargan. U paytda ham o'sha eng sodda qurollar paydo bo'lgan, kamonlarni eng zamonaviy ko'rinishlari bo'lgan. Mana shunday merganlarga eng muhim topshiriqlar berilgan va ular eng muhim vaziyatlarda jangni hal qiluvchi vazifasini bajarishgan. O'zbekistonda umuman o'zbek haqida gapiradigan bo'lsak, Ikkinchi jahon urushida o'zbek merganlar maktabi shakllana boshlagan. Siz juda yaxshi bilasiz, Zebo G'aniyeva bu O'zbekiston tarixida afsonaviy mergan hisoblanadi. Mana shunday Zebo G'aniyeva kabi siymolarni merganlik maktabini yaratganligi bizada o'zbek merganlar maktabini haqiqiy asosi bo'ldi deb ishonaman mana shu narsaga. O'zi bu bunda o'ylab qaraganda bizning genimizda bor-da merganlik. Hali siz aytgandek ota-bobolarimiz mergan bo'lgan, bu an'ana davom etib keladi va bugun armiya musobaqalarida ham siz merganlar doim g'olib bo'lib kelishlaringiz bejiz emas deb o'ylayman-da. Albatta, to'g'ri aytyapsiz. Bu ajdodlardan meros deb o'ylayman. Merganlar nafaqat tug'ma talant bilan tug'ilishadi, ajdodlardan mana shu sabr, matonatni o'zlariga meros qilib olishgan. Va bu jihatimiz ham bizda o'zbek merganlarini boshqa merganlardan ajratib turadi. Mana shu o'zbek merganlarining o'ziga xos bir mahorati yoki o'ziga xos jihati nimada? Umuman o'zbek merganlik maktabi qanday shakllangan? Men endi armiya nuqtai nazaridan aytyapman, chunki bugun merganlik milliy armiyamizning muhim tarkibiy qismiga aylanib bo'ldi. Nafaqat bizda, butun dunyoda. Albatta. Mustaqillikka erishganimizdan keyin milliy armiyamizni shakllantirish davrida mana hozirgi serjantlar tayyorlash oliy maktablari, o'sha hozirgi nomlanishi bo'lsa, shu maktablar qoshida u davrda 5 ga yaqin mana shunaqa serjantlarni tayyorlash oliy maktablari bo'lgan bo'lsa, shu maktablar qoshida merganlarni tayyorlash kurslari ochila boshlagan. Va mana shu kurslarda armiyadagi eng mohir merganlar saralanib olinib, o'qitila boshlagan. Lekin eng asosiy voqea bu 2021-yilda Mudofaa vazirligi qoshida O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi merganlar tayyorlash markazining ochilishi. Bu nafaqat Mudofaa vazirligi uchun, balki O'zbekiston uchun merganlar tarixida bir yangi sahifani ochdi. Mana shu kundan boshlab O'zbekistondagi barcha kuch tuzilmalaridagi merganlar zamonaviy barcha sharoitlarga ega bo'lgan deylik binolarda va mana shu dala maydonlarida professional tayyorgarlikdan o'ta boshlashdi. Va albatta mana shunday markazda tahsil olgan eng professional merganlar xalqaro musobaqalarda O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarib kelishmoqda. Men bilishimcha, xorijdan ham juda ko'p soha vakillari kelib markazga qiziqyapti, o'rganish istagida bildiryapti. Hatto mana shu markazga kelib o'quv mashg'ulotlari kuzatish istagini bildirayotgan davlat vakillari ham bor-da, ayniqsa bizning merganlarni o'sha xalqaro musobaqalardagi g'alabalaridan so'ng. Nima deb o'ylaysiz? Bizni o'sha merganlik maktabimizni qulay joyda joylashuvmi yoki yaratilgan sharoitlarmi yoki boshqa jihatlari ham bormi? Nega bunchalik ohangrabodek merganlarni o'ziga tortyapti? Albatta, bu merganlar markazini infrastrukturasi bu birinchi o'rinda yagona desak ham bo'ladi, chunki
eng rivojlangan armiyani o'sha mutaxassislari kelib bu armiya o'sha markazga merganlar Disneylendi deb nom qo'ygan. Ya'ni siz juda yaxshi bilasiz, Disneylendda o'sha bitta hududda o'zida barcha deylik attraksionlar, barcha turdagi sharoitlar bo'ladi. Bu mana shu majoziy ma'noda merganlar Disneylendi deb nom qo'ygan. Lekin ularni birinchi o'rinda mana shu maktabga kelishiga sabab boshqa. Mana yuqorida aytganimdek 2021-yil merganlarni tayyorlashda O'zbekistonda yangi sahifa ochilgan bo'lsa, mana shu kundan boshlab markazda tahsil olgan professional merganlar mana qariyb 5 yilga yaqin muddat o'tgan bo'lsa, shu markazda 50 ga yaqin xalqaro tadbirlar o'tkazildi. Bularda qariyb yarmi xorijiy davlatlar hududlarida bo'ldi. Mana shu xalqaro tadbirlar vaqtida markazda faoliyat yuritayotgan o'qituvchilar, tahsil olgan mutaxassis merganlar ham treninglarda ishtirok etardi, ham xalqaro musobaqada ishtirok etardi. Haqiqatda o'zbek merganini imijini yaratishdi. Men birinchi o'rinda mana shu sababni bilaman. Siz juda yaxshi bilasiz, bir joyda muhim voqeani ko'rsangiz yoki qanaqadir ko'zga tashlanadigan holatni ko'rsangiz, albatta siz o'zingizga yaqin bo'lgan odamga aytasiz va mana shunaqa bir holatlarda ham eshitardik. Xorijiy hamkorliklar markaziga tashrif buyurganda biz sizlar haqida arab davlatlari deylik, arab davlatlaridan eshitdik. Mana shunaqa musobaqalarda yoki treninglarda boshqacha sizlardagi merganlarning tayyorgarligi. Shuning uchun qiziqish bildirdik. Mana shu men o'ylayman O'zbekistonning mergan imiji yaratilishi bu markazga qolgan davlatlardagi eng rivojlangan armiyaga ega bo'lishiga qaramasdan qiziqish uyg'otishiga asosiy sababchilardan biri. Umuman ko'pchilikka yaxshi ma'lum, armiyada umuman merganlik yo'nalishida Janubiy Koreya sportchilari, harbiylari yuqori o'rinlar egallab kelgan va alohida imijga ham ega bo'lgan. Lekin shu Koreyada bo'lgan musobaqada sizlar hatto koreyslarni o'zlarini ham ortda qoldirib g'olib bo'ldinglar. Bu qanday amalga oshdi? To'g'risi men o'sha videolarni ko'rib koreyslarning hayratlanganini ko'rdim-da. Chunki u yerdagi musobaqaga qo'yilgan shartlar bizda avval bunaqa shartlar bo'yicha tayyorgarliklar bo'lmagan, adashmasam. Xuddi shunaqa. Shular bir batafsil gapirib bering. Bilasizmi, juda to'g'ri aytyapsiz. Bu yerda haqiqatda biz 2024-yilda birinchi marotaba Koreyada xalqaro musobaqada qatnashganimizda hattoki musobaqa shartlari nimadan iborat ekanligi haqida ham tushunchaga ega emasdik. Va birinchi yili hatto mezbon davlatning qurollari bilan ishtirok etdik. Ya'ni biz uchun notanish bo'lgan davlatning quroli. Bu qurol oldin biz foydalanmaganmiz. Buni to'liq imkoniyatini o'sha musobaqani boshlanish jarayonini o'zida o'rgandik. Va mashqlarni avvalambor notanishligi, hududlar umuman mutlaqo bizda yigitlarga notanish bo'lgan. Siz juda yaxshi bilasiz, Koreya namgarchilik jihatdan juda yuqori hisoblanadi. Mana shu hamma deylik ob-havoni ko'rsatkichlari ham notanish bo'lishiga qaramasdan, men bitta narsani o'sha faxr bilan ayta olaman, bizdagi merganlarimiz har qanaqa qiyin sharoitga moslashuvchanlik juda yuqori. Mana shu bir xislat men o'ylaymanki bizda ajdodlardan qolgan. Vatanga sadoqati, vatanga bo'lgan deylik vatan oldidagi ori bu har qanaqa qiyinchilikda ham bu hayotda muhim masala. Shu vatan oldidagi orini o'ylab turib, men qanday qilib o'zbek mergani mana shu yerda ikkinchi yoki uchinchi o'rin bo'lishi mumkin. Birinchi men mana shu narsani ko'rganman bizning merganlarimizda. Borganda tezda moslashuvchan, vaziyatni tez qaror qabul qilib va eng kerak vaziyatda aniq nishonga urish doim bizada mana shu natijalar bo'lgan. Va bundan tashqari ular nishonlarni deyarli hammasini harakatdagi nishonlar qo'yilgan ekanda. Xuddi shunaqa. Shu haqida ham bir to'xtalib o'tsangiz. Musobaqani o'sha o'ziga xos jihatlari ham shunda. O'sha mashqlarni deyarli 80% o'sha dron nishonlaridan va harakatlanuvchi robot nishonlaridan iborat edi. Bu albatta musobaqa shartlarini murakkablashtirish, umuman olganda hozirgi deylik jang dinamikasi shundan iborat. Biz shunga mos bo'lishimiz kerak va hech qanaqa askar oldindan shablon urishiga tayyor bo'lmaslik kerak. O'sha jangga kirganda tezkor qaror qabul qilish, moslashish va eng kerak vaziyatda o'sha vazifani bajarish. Men o'ylaymanki, mana shunga biz tayyor edik. Va biz albatta mashq shartlariga Koreyaga borayotganimizda nimaga tayyor bo'lishimizni bilmaganligimiz uchun hamma narsaga tayyorlandik.
hamma narsaga va eng asosiysi eng murakkab topshiriqlarga ham tayyorgarlik ko'rdik. Siz juda yaxshi bilasiz, buni juda ko'p eshitgansiz. Mashqda qiyin bo'lsa, jangda oson bo'ladi. Men o'ylaymanki, mana shu bizda yondashuv xalqaro musobaqalarda bizlarni yuqori natija ko'rsatishimiz uchun bir omil bo'ldi. Endi siz juda ko'plab xalqaro musobaqalarda qatnashgansiz, xorijiy davlatlarda bo'lgansiz. Ana shu sizni xorijdagi musobaqalar jarayonida, umuman safarlarda eng hayajonga solgan holat nima bo'lgan? Bilasizmi, bir shunaqa bir muhim bir jihati bo'ldiki, musobaqa xalqaro darajada bo'lishiga qaramasdan jamoalar, davlatlar bir-biriga aslında olganda raqobatdosh bo'ladi. Lekin raqib bo'ladi. Lekin men mana shu yerda mutaxassisni davlati va millati bo'lmasligini ko'rdim. Biz Turkiyada bir shunaqa qiyin bir vazifa va uzoq masofada aniq nishonga o'q otish vazifasi yuklatilganda hech qaysi bir davlatlardan kelgan merganlar ham, hattoki mezbon Turkiya jamoasi ham bu narsani bajara olmaganda, bizning merganlar o'sha bitta o'q bilan bu vazifani bajarganda, ishonasizmi, o'sha hatto mezbon jamoasi generallari o'rnidan turib borib o'sha bizda askarlar sizlar olqishlagan edi hammasi. Xuddi shunaqa holatlar menda birinchi o'rinda o'sha faxr tuyg'usi. Bu narsa biz uchun katta baho edi. O'sha mezbon davlatlarni generallari va hamma bu e'tirof etganligi men birinchi o'ylagan narsam mana shu davlatimiz rahbarining e'tibori, umuman olib borilayotgan barcha e'tiborlar bu samarasi. Mana bu meva. Shuning uchun hech qachon esdan chiqmaydi mana shunaqa bir holat. Endi haqiqatda Turkiyadagi musobaqada sizlar rekord desak ham kamlik qiladi. O'ziga xos bir yutuqni qo'lga kiritdinglar. Bejizga o'sha Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an o'sha dunyo davlatlari rahbarlari, prezidentlari ishtirokidagi katta anjumanda o'zbek merganlari qo'lga kiritgan yutuqlar haqida alohida to'xtalib o'tgani yo'q. U faxr bilan gapirdi. Birinchi o'rinda bu videoni ko'rganda menda mas'uliyat hissini birinchi his qildim. Ba'zida siz aytishingiz mumkin, nimaga faxr bo'lmaydimi bunaqa? Lekin menda aynan ana shu vaqtda mas'uliyatni his qilganim sababi endi bizni xato qilishga haqqimiz yo'q. Chunki davlat rahbari darajasida o'zbek merganiga baho berilganligi demak bizni eng yuqori darajada o'rnimiz belgilandi. Endi biz undan 1 santimetr pastga ham tusha olmaymiz, orqaga ham yo'l yo'q. Faqat bizda har bir natijamiz birinchi o'rin, har bir o'qimiz nishonga teggan bo'lishi kerak va xato qilishga haqqimiz yo'q. Shuning uchun bu narsa albatta faxr bilan birga mas'uliyat hissini tuyishga menda shu sababchi bo'lgan. Qolaversa yana bir jihati bor-da. Bilamizki, turklar ham juda mergan xalqlar. Albatta. Va Turkiyada ham juda kuchli merganlar bor. Birgina misol, mana turkiyalik mergan Yusuf Dikich Parij olimpiadasidagi ishtiroki. Eslasangiz kerak. O'zi ko'ziga niqob kiymasdan, o'sha maxsus moslamani qo'ymasdan va hech qanaqangi nima deydi, uzoq tayyorgarliksiz tez nishonni oldi va hammani hayratlantirdi. Mana shunday katta bir merganlarga ega bo'lgan turklarning e'tirofi, men o'ylaymanki, bu boshqacha e'tirof. Va shu bilan birgalikda Yusuf Degichning ishtiroki haqida, bu harakatlar o'zining qat'iy ishonchimidi yoki yuksak mahorat sohibi ekanligini ko'rsatmoqchi bo'ldimi? Bilasizmi, yuqorida siz bilan ota ustida kamondan o'q otish haqida gaplashdik. O'sha vaqtdagi kamonchilarda intuitsiya birinchi o'rinda bo'lgan. Sababi intuitsiya bu uzoq yillar mashq orqali shakllanadi. Ya'ni siz his qilasiz. Kamonni burchagi va o'qni qaysi holatda o'sha kamon o'qini ushlasangiz, nishonga borishini siz juda millionlab o'q otganingizdan keyin shu darajagacha kelib qolasizki, siz qaysi burchakda ushlasangiz, aniq nishonga boradi. Bu intuitsiya bilan bog'liq. Intuitsiya tajriba bilan bog'liq. Mana shu harbiydan iste'foga chiqqan bu mergan haqida to'xtalsam, bu armiyada yurgan vaqti juda ko'p tajriba orttirgan. Juda yillab yig'ilgan tajriba undagi intuitsiyani shu darajada yuqori darajaga chiqarganki, hech qanaqa qo'shimcha moslamalarsiz, ko'rgan bo'lsangiz, bir qo'li cho'ntagida hech qanaqa ikkinchi ko'zini deylik yopish masalasidan foydalanmasdan aniq nishonga o'q otib, bu aslida olganda o'sha hayratlanarli bir natija hisoblanadi. Lekin buni tagida juda ko'p mehnat va yana mehnat.
nima deb o'ylaysiz endi professional mergan sifatida agar o'shanda Yusuf o'sha ko'z bog'ichidan foydalanganda, maxsus moslamalardan foydalanganda va nafasini rostlaganida u chempion ham bo'lishi mumkinmidi? Albatta, bu kabi insonlarga hozirgi zamondagi eng moslamalarni o'rgatsangiz, ular eng yuqori natija ko'rsatadi. Men yuqorida bizni kuzatuvchilarimizga jamoangizni Turkiya prezidenti bir yuksakliklarga ko'tarib iliq bir fikrlar bildirganini aytdim. Aslida bundan ham quvonchli voqea bor. Ya'ni O'zbekiston prezidenti muhtaram oliy bosh qo'mondonning qo'lidan siz mardlik ordenini qabul qilib olgansiz. Bilasizmi, bizda bir shunaqa naql bor. Nimani niyat qilsang, shunga yarasha erishasan, shunga niyatingga yetasan deydi. Meni ustozim hozirgi kunda Janubiy-g'arbiy maxsus harbiy okrug qo'shinlar qo'mondoni polkovnik Tursunov Qodrat Pattayevich o'sha 71-201 harbiy qism komandiri bo'lganlarida men birinchi marta xonalariga kirganimda stollarini orqasida davlat rahbaridan medal olib rasmga tushganliklarini katta qilib ko'rdim. Mana shu paytda bilasizmi, qanaqadir fikrda havas tuyg'usi shu darajagacha yetganki, bu havas qattiq o'sha istak, xohishga aylangan. Albatta bir kun keladi, men mana shunday holatda prezidentdan davlat mukofotini olaman degan niyatim bo'lgan. Bilasizmi, haqiqatda boya aytganimdek, agar biror narsani astoydil niyat qilsangiz va shunga yarasha harakat qilsangiz, albatta harakat qilsangiz, albatta butun koinot sizni maqsadingizga erishtirishda paydo bo'ladi deydi. Albatta mana shu niyat meni har doim qo'shimcha vazifalarni o'zimga olishimga va har qanaqa deylik musobaqalarda eng yuqori o'rin olishim uchun kuch bergan. Natija uchun emas, men o'zimni har doim ustunda ishlashga e'tiborimni qaratganman. Va o'ylaymanki, men uchun aslida bu katta harakat emas edi, katta mehnat emas edi, chunki hali oldimda men rejalashtirgan va qilishim kerak bo'lgan ishlar 90% hali oldinda. O'shanda davlat rahbarining qo'lidan siz mardlik ordenini qabul qilib olganingiz sizga va jamoangizga yana katta ilhom berdi. Aynan 1 yildan keyin sizlar yana ham katta g'alabalar qo'lga kiritdinglar. Xuddi shunday. Ya'ni motivatsiya berdi deyishimiz mumkin-da. Albatta bu katta deylik, siz so'zingiz bilan aytganda motivatsiya bo'ldi. Mana 2023-yilda o'sha mardlik ordenini olganligimiz to'g'ridan to'g'ri nafaqat meni bu mudofaa vazirligiga, merganlar tayyorlash markazining butun shaxsiy tarkibini yana ham qo'shimcha motor bilan, dvigatel bilan ishlashiga sababchi bo'ldi va biz hammamiz o'shandan kuch olib oldimizda turgan qolgan barcha musobaqalarda faqat birinchi o'rinlarni qo'lga kiritib kelmoqdamiz. O'ylaymanki, bu an'anani albatta markaz saqlaydi va kelgusida haqiqiy o'zbek merganining imijini yaratib, butun O'zbekiston merganlar maktabi dunyoda yagona, eng tajribali, eng professionallar hubiga aylanadi. Shu o'rinda bitta narsani so'rab ketishim kerak. Bugun siz o'sha rahbarlik qilgan merganlar markazida dunyodagi eng zamonaviy merganlik qurollarining hamma turlari mavjudmi? Va bu birinchisi. Ikkinchisi, bugungi kunda o'zi eng kuchli merganlik qurollari, vintovkalari deylik, kuzatuvchilarimizga ham tushunarli bo'lishi uchun qaysi vintovkalar hisoblanadi? Bilasizmi, birinchi savolingizga javob beradigan bo'lsa, avvalambor o'sha davlatimiz rahbarini tashabbuslari bilan markaz ochilgan kundan boshlab markazda nafaqat infratuzilmasi eng zamonaviy holatda shakllangan, shu bilan bir qatorda tahsil olayotgan merganlar uchun eng zamonaviy rusumdagi merganlik qurollari, shu bilan bir qatorda maxsus anjomlar ham yetarli hisoblanadi. Shuning uchun har qanaqa o'sha xorijiy hamkorlarimiz kelgan vaqtda nafaqat o'sha infratuzilma haqida baho berishadi va markazda merganlar uchun o'sha o'qitilish uchun foydalanilgan merganlik qurollari eng zamonaviy turdan ekanligini ko'rib, bu O'zbekistonda haqiqatda bu sohaga e'tibor davlat darajasida, davlat rahbari darajasida e'tibor qaratilganligini ishonch hosil bo'lishadi. Merganning o'zi asl vazifalari nimadan iborat? Ko'pchilik o'ylaydi, mergan poylab turadi, nishonni uradi deb. Lekin bugun men shu suhbatga tayyorgarlik jarayonida internetda ozgina kovlashga harakat qildim. Ya'ni merganning qanaqa vazifalari bor ekan. Endi bu yerda sanab chiqsam, mergan juda katta vazifalarni bajarar ekan. Misol uchun, uning kuzatuv va razvedka faoliyati, muhim nishonlarni yo'q qilish, harakatni cheklash, himoya va qalqon,
kontra snayper kurash. Keling shular haqida o'zingiz batafsil gapirib bering. Bilasizmi, o'sha suhbatimiz davrida sizga mergan uchun cheklangan qoidani o'zi yo'q deb gapirib ketdik. Umuman jang taktikasida deylik har bitta mutaxassisga komandir tomonidan vazifa belgilanadi. Lekin aynan merganga vazifa belgilanmaydi. Sababi mergan har qanaqa vaziyatni mustaqil baholaydi, qayerda qanday qaror qabul qilishni va qayerda qachon o'q otishni juda yaxshi biladi. Buning uchun mergan siz yuqorida sanab o'tgan nafaqat deylik niqoblash bo'yicha ko'nikmalar, u razvedka bo'yicha chidamlilik, ekstremal sharoitlarda yashovchanlik, u notanish hududlarda magnit azimuti bo'yicha harakatlanish, nafaqat merganlik, turli xil qurollardan kerak bo'lsa o'q ota olish va eng asosiysi sabr. Sababi mergan, mana shu siz juda to'g'ri aytdingiz, bitta vazifa yuklanganda u o'sha vazifa bajaradigan hududdan juda olisda bo'lishi mumkin. Bu vazifani yuklash uchun haftalar vaqt sarflanishi mumkin. Bu nima degani? Bu deylik oyoqda notanish hududda uzoq masofani bosib o'tish kerak. O'sha haftalar davomida unga hech kim oziq-ovqat yetkazib bormaydi. Eng muhimi kerak vaqtda nishonga o'q ota olish kerak. Mergan bugungi kunda eng elita bo'g'in hisoblanadi. Askarlarning eng yuqori tayyorgarlikka ega bo'lgan mutaxassis mergan hisoblanadi umuman olganda. Mergan boshqa qurollar bilan deylik, to'pponcha bilan ham nishonlarni aniq ola oladimi vaziyat kelganda? Merganda eng ustunlik jihati ham shunda. Har qanaqa quroldan mohirlik bilan o'sha kasbda deylik o'qchi yoki pulemyotchi yoki pistoletdan o'q otadigan deylik askarda solishtiradigan bo'lsak, mergan bularni qurolini o'zlaridan mohirlik bilan ota olish kerak. Merganlar saralash jarayonida ularga merganli quroldan o'q otilmaydi. Ularga avtomatdan o'sha qisqa masofadagi nishonlarga o'q otishlari talab etiladi va mana shu yerda mohirlik bilan o'q otgan deylik otuvchilar ulardan yaxshi merganlar chiqadi. Shuning uchun ham barcha qurollardan yaxshi otgan merganlar tabiiyki bu mergan bo'lib saralanadi. Bu degani mergan degani o'zi boshqa qurollardan u mohir otadi degani. Bizga yaxshi ma'lumki, o'q otish federatsiyasining rahbari bugun mudofaa vaziri Shuhratxon Muhammedov va oxirgi yillarda mana shu o'q otish federatsiyasining faoliyatiga juda katta e'tibor qaratilyapti. Mana yangi zamonaviy qurollar olib kelinyapti, yangi tirlar qurilib ishga tushirilyapti. Bundan tashqari yoshlarni jalb qilishga katta e'tibor qilinyapti. Shu o'rinda yoshlarimizni qiziqtiradigan bitta savol. Sport turlarida o'q otishning bir nechta turi bor. Masalan, to'pponcha orqali o'q otish bor, maxsus qurol orqali. Qaysi biri qiyinroq nishonga olishda? Ikkalasini ham o'ziga yarasha qiyinchilik jihati bor, lekin buni o'sha yoshlarni qaysi qurolga qobiliyatlari borligiga qarab tanlash tavsiya etiladi. Ba'zi o'sha mana shu sohaga endi kirib kelayotgan yoshlarda siz yuqorida o'sha Turkiya legendasi o'sha Yusuf haqida gapirganingizda bilasiz, u bitta qo'lini cho'ntagiga tiqib, bitta pistoletdan o'q otganda, aslida olganda bu ham juda murakkab. Biz o'zimiz ham bitta nuqtaga deylik oddiy ruchkani o'zini qaratib tursak, qay darajada qo'limizda kolebaniya borligini biz ko'ramiz. Buni yengish uchun hammada ham sabr toqat kuch yetolmaydi. Lekin mana shu sohaga endi yosh kirib kelayotgan yoshlar aynan mana shu pnevmatik miltiqlardan va pistoletlardan aynan shu turdagi, chunki bu otish sportida bir maxsus o'ziga yarasha o'sha qurol turlari qo'llaniladi. Mana shulardan otib o'zlarini qaysi birida deylik ko'nikmalari yaxshiroq ekanliklarini bilish kerak va o'sha sport turini tanlash kerak. Bitta odam ham pnevmatik miltiqdan ham pistoletdan birdaniga professional bo'lishi qiyin. Suhbatimiz boshida siz aytdingizki, o'sha mergan kerak paytda yurakni urish ritmini ham susaytiradi, nafasini juda ham rostlaydi. Lekin
sizlar xalqaro musobaqalardagi ishtiroklaringizni ko'ryapman. Chalqanma vositalarda, vertolyotlarda, qayiqlarda turib ortdinglar. Bunday paytda qanday nima deydi, odam o'zini muvozanatini olishi mumkin? Hamma gap ham shunda, merganning qiyinchiligi ham shunda. Har qanaqa noqulay sharoitda yoki bo'lmasam o'sha stress ostida, ruhiy bosim vaqtida mergan mana shu birinchi ko'nikmalar deymiz biz mutaxassis tilida, o'zini o'sha pozitsiyasini, egallagan pozitsiyasini stabil ekanligini saqlash, har doim 3-nuqtani topish, ya'ni deylik unga bitta oyog'i havoda, bitta oyog'i yerda bo'lsa, albatta u tayanch nuqtasini topish kerak va ana shu nuqtadan va keyingi qiladigan ishi nafasini nazorat qilish, yuragini sokinlashtirish. Sababi uni har bitta yuragini urishi tepkini bosishdagi natijasiga ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa bu hozirgi zamonaviy jangda juda bir muhim o'rin tutmoqda. To'ppa-to'g'ri aytasiz, o'sha ayniqsa 2023-yil Turkiyadagi xalqaro musobaqada bizda merganlarimiz vertolyotda hatto eng yuqori natija ko'rsatishdi. Lekin men buning asosiy sababini o'sha musobaqa davrida hamma merganlar bilan suhbatlashaman, boshqa davlatlardagi. Aynan vertolyotda ularning natijalari past bo'lgan. Bitta O'zbekiston merganlarining natijasi eng rekord natijasi ko'rsatgan. Bularning aytishiga ko'ra, faqat simulyatorlarda shug'ullanishgan. Lekin biz haqiqiy vertolyotda mashq qilganmiz. Mana shu hozirgacha ham ayniqsa xalqaro musobaqalarga umuman tayyorgarlik ko'rish davrida biz bir nechta turli hududlarda turli xil vertolyotlarni, ya'ni o'sha stabil holati haqida gapirganda, zamonaviy vertolyotlarda stabil holati yuqori bo'lsa, o'sha eski vertolyotlarda, Mi-8 kabi vertolyotlarda undagi stabil holati juda qiyin bo'ladi. Mana shunaqa holatlarda ham merganlarni sinab ko'rganmiz. Mana shunaqa tayyorgarlikdan o'tgan merganlarimiz natijalari shuning uchun yuqori bo'lgan. Men kimdandir eshitganman hamda, ayollardan yaxshi merganlar chiqadi. Chunki erkaklar miyasi ikkita yarim sharlar. Bir payt o'zida ikkita narsani o'ylab turadi. Ayollarda ikkita yarim shar bir payt faqat bitta narsani ham o'ylay oladi. Shu nuqtai nazardan ayol merganlarni mahorati yuqoriroq bo'ladi degan fikr eshitganman. Bu fikr qanchalik to'g'ri? Haqiqat bor bu gapingizda. Sababi bunaqa deylik umuman mif desa ham bo'ladi, bekorga shakllanmaydi. Sababi bu o'sha deylik Ikkinchi jahon urushidan bu narsani ilmiy tadqiqot amalga oshirishgan va haqiqatda ilmiy tadqiqot natijasi shuni ko'rsatgan. Maxsus o'rganilgan. Xuddi shunaqa. Ikkinchi jahon urushida bu haqda kimlardan yaxshi o'sha merganlar chiqiladi deganda, chunki mergan mutaxassisi juda hal qiluvchi deylik askar hisoblanadi. Shuning uchun umuman erkaklar va ayollar orasida bunaqa tadqiqot o'tkazilganda haqiqatda asosiy aksariyat o'sha tadqiqot eng yuqori natija ko'rsatganlar bu ayollar bo'ladi. Sizda bitta fikringiz to'g'ri aytdingiz. Ayollarda mana shu o'zini bizda kolebaniya deymiz, o'sha titroqlarni boshqarish erkaklarga nisbatan osonroq kechadi. Albatta ayollarda ham erkaklarda ham bu bir xil bo'ladi titroq, lekin aynan boshqarish nuqtai nazaridan ayollarda bu osonroq ketganligi uchun ayollar faqatgina nima desa bo'ladi, yotib o'qiyotganda faqat yotib o'qiyotganda. Biz siz to'g'ri erkaklarda mana shu yurak urishi ayollarga nisbatan doim chastotasi yuqori bo'ladi. Erkakning yurak urishi uni qo'lini titroqni kuchaytirishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham bu ayollarda mana shu ilmiy sohadan oddiy til bilan aytganda yurak urishi erkakka nisbatan chastotasi nisbatan pastlik bo'lgani hisobiga ulardan yaxshiroq merganlar chiqadi degan xulosaga kelingan. Demak, bizni kuzatuvchilarimizni hozir bitta savol qiziqtirib qolyapti. Bizni armiyamizda ham mergan ayollar ko'pmi? Umuman siz rahbarlik qilgan o'sha merganlar o'quv markaziga ayollar ham borib merganlik saboqlarini olganmi? Albatta, bizda armiyamizda hatto ustoz darajasiga yetgan ayol merganlar bor. Hozir bugungi kunda ular mana shu siz yuqorida aytganingizdek otish sportidagi yosh o'sib kelayotgan merganlarni tayyorlayapti. Shu bilan bir qatorda mana shu otish sportiga kirib kelayotgan qizlarni ham ular o'qitmoqda va juda bir yuqori natija ko'rsatganliklari uchun ham hozirgi kunda yo'riqchi ustoz darajasigacha yetishgan bu ayol merganlar. Demak, O'zbekiston armiyasida
salohiyatli ayol merganlarimiz bor. 2000-yilda o'sha Sari Osiyoda, Toshkent viloyatida bo'lgan terroristik harakatlarda jang tafsilotlari shuni ko'rsatdiki, ular orasida mohir merganlar bo'lgan va mana shu ularning ishtiroki, jangovar topshiriqlarni bajarish chog'ida albatta bizning ham merganlarimiz ishtirok etgan. Lekin men shu kungacha mana shu Sari Osiyo yoki Toshkent viloyatidagi voqealarda ishtirok etgan bir mergan haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilinganini uchratmadimda, yoki mana hozir juda ko'p ko'rsatuvlar bo'lyapti. Bizni qarorgoh ko'rsatuvimizga ham Sari Osiyo voqeasi ishtirokchisi kelib voqealar aytib berdi. Nimaga merganlar o'sha kamgap bo'lganligi uchun bunaqa voqealar oshkor qilinmaydi yoki maxsus shunaqa topshiriqlar bormi? Jangda ishtirok etasan, tamom, bu voqea unutiladimi? Umuman merganlar qadimdan ularni shaxsi bekitib kelingan. Sababi siz juda yaxshi bilasiz, mergan bu dushmanni birinchi raqamli nishoni hisoblanadi. Shuning uchun bu asosiy sababi deb bilaman. Shuning uchun hech qaysi professional merganning shaxsi oshkor qilinmaydi. Albatta, avvalambor u o'sha xavfsizlik nuqtai nazaridan buni baholash to'g'ri bo'ladi. Ikkinchi jihat, o'sha Sari Osiyodagi, Toshkent viloyatidagi voqealardagi merganlarning harakati keyin o'rganilganmi, mahorati tahlil qilinganmi? Albatta. Chunki tog' sharoitida kutilmagan vaziyatda. Albatta, bilasizmi, mana shu Sari Osiyo jangida umuman qo'llanilgan taktikada merganlar doim guruhni himoya qiluvchi vazifasi, uni ko'zi, qulog'i vazifasida bo'lishgan. Mana shunaqa jihatlardan merganlar juda ko'p joylarda guruhlarni juda qaltis vaziyatlarda qutqarib qolishgan. Sababi ular guruhdan alohida ajralib yurishgan. Shu guruh qo'qqisdan pistirmaga tushgan vaqtlarda yoki bo'lmasam o'sha dushmanning hujumiga qo'qqisdan duch kelgan vaqtlarda mana shu merganlarimiz mardonavor kurashib guruhni qaltis vaziyatlardan olib chiqib ketgan vaziyatlar bo'lgan. Albatta bularni shaxsi va bu yopiq ma'lumotlarni ochiq manbalarda topolmaysiz. Lekin biz mergan bo'lganligimiz uchun bunaqa ma'lumotlar haqida o'rganganmiz va bularni tahlil qilingan, albatta tahlil qilingan. Juda yaxshi. Bitta og'riqli savol ham borda. Nimagadir keyingi yillarda hududlarda ayniqsa tirlar juda kamayib ketdi. O'zi tirlardan maqsad shu yoshlarni qo'liga qurol olib, o'zini bir sinovdan o'tkazish, qolaversa o'sha merganlik bir mahoratlarini yoshlikdan bir shakllantirib borishga ham xizmat qiladi-da. Mana shu tirlarning kamayib ketishi sabablari nima deb o'ylaysiz? Umuman bugun yana tirlarni qayta tiklash vaqti kelmadimi? Albatta, Olimjon aka, davlatimiz rahbari darajada bu narsaga e'tibor qaratilmoqda. Xususan mudofaa vazirining buyruqlari bilan umuman 2024-yildan boshlab bu narsaga alohida e'tibor qaratilgan va har bir hududda hozirgi kunda o'sha ko'chma tirlar shaxsan harbiy qismlar rahbarligida, qo'mondonlar rahbarligida, viloyat hokim, tuman hokimlari bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilgan. Siz bitta gapni to'g'ri aytdingiz, har bir qo'liga qurol ushlagan o'g'il bo'ladimi, qiz bo'ladimi, ko'zning oldiga vatan himoyasi keladi. Shuning uchun o'z-o'zidan bu tirlarda o'q otish o'sha yosh avlodni vatanga bo'lgan mehrini, vatanparvarlik tuyg'usini ma'lum bir ma'noda shakllantiradi. Bilasizmi, albatta har bir zamonda o'ziga yarasha yutug'i bo'lgandek, uni minus jihatlari ham bo'ladi. Buni men asosiy sabablardan bittasi mana shu kompyuterda o'q otish bilan bog'liq har xil o'yinlarni paydo bo'lganligi yoshlarni tirlardan e'tiborini mana shu kompyuter o'yinlariga jalb qilgan degan bu fikr asosiy. Va to'ppa-to'g'ri aytyapsiz, vaqti allaqachon keldi ana shu yoshlarni yana mana shu pnevmatik turdagi har xil turdagi qurollardan o'q otish bo'yicha qiziqishni uyg'otish kerak va bu orqali ularni vatanga deylik vatanparvarligini, sadoqatini oshirishga shu urg'uni qaratish kerak. Endi shu o'rinda yana bir qiziq savol paydo bo'lib qoldi. Sportchi mergan bilan jangchi mergan o'rtasida qanday farq bor? Payti kelganda sportchi mergan jangchi merganga aylana oladimi? Lekin bilamizki, jangchi mergan sportchi merganga aylana oladi. Boya Yusuf, turkiyalik sportchi, sobiq harbiy misol. Savol juda to'g'ri qo'ydingiz. Sportchi mergan jangchi mergan bo'la oladimi umuman? O'z farqi bormi ularning? Albatta.
umuman sport qurollari bilan jangovar ya'ni harbiy qurollarni juda katta farqi bor. Birinchidan ularni o'sha texnik nuqtai nazardan ham og'irligi qurolni, uni imkoniyatlari va o'qini imkoniyati juda past bo'ladi va o'z-o'zidan undagi qurolni tepinishi ham deyarli yo'q bo'ladi sport qurollarida. Jangovar qurollarda haqiqiy o'q bo'lganligini hisobiga, uni mexanizmi haqiqiy o'sha og'ir metallardan tayyorlanganligini hisobiga ham texnik xususiyatlari yuqori va og'ir bo'ladi. Va shu bilan bir qatorda bilasizmi, bu yerda ruhiy tayyorgarlik eng muhim bir-biridan farq qiladigan jihat hisoblanadi, nafaqat qurol. Sababi jangchi mergan bu jangda har qanaqa ruhiy holatga tayyor bo'lishi kerak. Har qanaqa ruhiy holatga. Shuning uchun ya'ni o'lim bilan yuzma-yuz turganini his qilib turadi hamma vaqt. Xuddi shunday. U och qoladimi, sovuq bo'ladimi, qorong'u bo'ladimi, issiq bo'ladimi, vazifa asosiy maqsadi. Sportda unda hamma sharoit, deylik, o'z-o'zidan tushunib turibsiz. Maxsus tayyorlangan joyda. Maxsus tayyorlangan, oldindan tayyorlangan, u nima bo'lishini biladi, lekin askar bilmaydi nima bo'lishini. U hamma narsaga tayyor bo'lishi kerak. Shuning uchun o'z-o'zidan jangchi mergan har doim sportchi mergan bo'la oladi, lekin hamma sportchi mergan ham jangchi bo'la olmaydi. Albatta bunda ruhiy holat nihoyatda muhim. Keyin qarang, sizni hozir fikringizni eshitib bitta narsani o'ylab qoldim. Siz aytdingizki, merganni tanlab olishda uni qurollardan otishini hisobga oladi dedingiz, sabri hisobga olinadi dedingiz. Yana bitta narsa, uning jismoniy kuchi hisobga olinadimi, yo'qmi? Chunki men bilaman, merganlar o'sha safdoshlarga qaraganda ancha og'irroq yuk bilan yuradi. Chunki uning quroli og'ir, uning o'q-dorilari og'ir. Demak, tabiiyki u jismoniy jihatdan ham anchagina mashaqqatni yengib o'tishga to'g'ri keladi. Shu nuqtai nazardan savol berayotgan. Albatta, o'sha saralash haqida gapirganingizda, vazirligimizda amalga oshirilgan islohotlardan yana bittasi hisoblanadi. Bizda umuman bir mexanizm, ya'ni ilmiy yondashilgan mexanizm bo'lmagan. Mana shu markaz ochilgandan keyin 3 yil davomida ilmiy tadqiqot amalga oshirildi va merganlarni qanaqa umuman jahon tajribasi nimani ko'rsatyapti, nima asosida saralab olish kerak. Chunki shu davrgacha aniq bir saralash dastur bo'lgan, lekin mergan uchun maxsus yo'naltirilmagan. Va mana shu hamkorlikdagi kuch tuzilmalari bilan birgalikda amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot natijasiga ko'ra asosiy 4 ta parametrni belgilab oldik. Birinchi o'rinda bu uni psixologik tayyorgarligi. Mergan psixologik tayyorgarlik nuqtai nazaridan talablarga javob bermasa, u keyingi bosqichlarga o'tmaydi. Va ikkinchi bosqich undagi o'sha jismoniy tayyorgarlik. Albatta, u mergan deylik qanaqadir jismonan talablarga javob bermasa, chidamli bo'lmasa, chaqqon bo'lmasa, u mergan, undan professional mergan chiqmaydi. Va keyingi bosqich uni o'sha nazariy bilimlari, o'sha fundamental nazariy bilimlari va oxirgisi o'sha primitiv, oddiy avtomat qurolidan qisqa masofaga yuqori aniqlikda o'q otish. O'sha asosiy 4 tasi. Albatta, bularda eng boshida uni sog'ligi turibdi. Sog'ligi faqat talablarga javob bersagina mana shu 4 ta bosqichda saralashdan o'tkaziladi. Taxminan kosmonavtlarga qo'yiladigan talab bilan teng ekan. Merganlarga ham saralab olish talablari. O'zingiz ham yuqorida aytdingiz, merganni bunchalik vazifasi ko'p yoki bo'lmasam uni mashaqqatli ekanligini, albatta mana shunaqa mashaqqatli tagida bunaqa saralangan mutaxassis bo'lishi tabiiy deb o'ylayman. Qarang, bugun endi dunyo armiyalarida juda katta o'zgarish bo'lib ketdi. Hozir nafaqat mintaqada, jahonda kechayotgan harbiy siyosiy vaziyat shuni ko'rsatyaptiki, zamonaviy qurollar, mana bugun bemalol aytishimiz mumkin, dronlar urushi boshlandi deyish mumkin. Mana shunday dronlar, sun'iy intellekt rivojlanayotgan bir paytda merganning roli kamayib ketmaydimi? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, mana shunaqa stereotiplar doim keladi hammada, ya'ni sun'iy intellekt vujudga kelib ko'p kasblar yo'qolib ketadimi degan kabi merganlar mana shu dron paydo bo'lgandan beri nafaqat mergan ko'p askarlarning vazifasini bajarishi mumkinmi degan fikrlar bo'ladi, lekin qaytanga hozirgi kunda merganlar dronlardan foydalanyapti. Xususan mana shu oxirgi Ukraina Rossiya urushlarida tajriba shuni ko'rsatyaptiki, yuqorida e'tibor bergan bo'lsangiz, nafaqat 2lik merganlar 3lik, 4lik bo'lib harakat qilishyapti.
mana shu tajribalar shuni ko'rsatyaptiki, Ha, mergan demak o'sha dronni olib yuruvchi ham endi Xuddi shunday. merganning safga qo'shilyapti. xuddi shunday. Oldin mergan faqat undagi maxsus anjomlar bilan dushman hududini kuzatgan yoki bo'lmasam kuzatuv olib borgan bo'lsa, hozir dronlar yordamida u o'sha vazifa bajargan hududni tekshirib chiqadi. Uni imkoniyatlari kengayib ketdi. Va albatta hozirgi kunda Xavfi ham oshib ketdi lekin. xuddi shunday. Har bir mergan juftligiga kerak bo'lsa, dronlarni biriktirib berish, men o'ylaymanki, jangni umuman dinamikasini o'zgartirib yuboradi. Uning imkoniyatlarini oshirib yuboradi. Sizdan professional mergan sifatida bitta nozik savol so'ramoqchiman. Nishonga aniq urishning 5 ta xislatini aytib bering. Demak, birinchi o'rinda sabr, Sabr. e'tiborni jamlash, yuqori hisob-kitob, ya'ni xotira, moslashuvchanlik, har qanday sharoitga moslashuvchanlik va tezkor qaror qabul qilish. Sababi mergan shunaqa holat bo'ladiki, deylik birinchi o'qini otdi, ikkinchi o'qini tezkor hisob-kitob bilan o'q otmasa, u nishonni boy beradi. Shuning uchun mana shu yuqori aytib o'tgan 5 ta xislat mergan uchun eng muhim xislatlardan hisoblanadi. Kinolarda ko'ramiz-ku, bir-birini poylayotgan merganlar sekundda taqdir hal bo'ladi. Xuddi shunday. Bu yerda demak o'sha tezkorlik eng muhim holat. Tezkor qaror qabul qilish bu yerda juda muhim hisoblanadi. Bugun siz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasida tinglovchisiz. Nega kutilmaganda bunday qaror qabul qilindi? Hozirgi kunda zamon shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Bugungi kundagi ofitser uchun nafaqat bitta sohada mutaxassis bo'lish, balki zamonaviy fikrlaydigan, har qanday murakkab vaziyatlarda tezkor va eng to'g'ri qarorlar qabul qilish uchun ofitserlarda yumshoq va qattiq ko'nikmalarni egallash bu juda muhim hisoblanadi. Mana shunday prezident huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasida nafaqat eng zamonaviy mutaxassis sifatida va zamonaviy talablarga javob beradigan rahbar kadrlarni yetkazib chiqaradigan bir asosiy bir inkubator sifatida qaralishi mumkin. Shuning uchun ham men mana shu o'zimni kelgusi yo'nalishimni mana shu akademiyada ko'rganligim sababi o'zimni harbiy sifatida eng zamonaviy faqat harbiy sohasidagi mutaxassis, balki davlat boshqaruvining barcha sohalarida eng to'g'ri qaror qabul qila oladigan bilimga ega bo'lgan kadr sifatida o'zimni shakllantirish edi. Juda yaxshi. Mana siz merganlar o'quv markazining rahbari bo'lgansiz. Mana shu o'quv jarayonlarida, merganlik mashg'uloti paytida alohida e'tibor tortadigan qanday odatlar bor? Qaysi odatlarga alohida e'tibor qaratasizlar? Bilasizmi, biz o'sha eng e'tiborli qaratadigan joyimiz mana shu tinglovchilar orasidan haqiqiy mahoratli merganlarni ajratib olishimiz kerak. Shuning uchun ularni ko'p holatlarda vazifa topshirganda qarorni o'zlari qabul qilishiga qo'yib beramiz va kuzatamiz. Mana shu joyda merganlarni noodatiy usullarni qo'llab har qanaqa topshiriqni bajargan merganlarga biz ular bilan alohida ishlashni boshlaymiz va mana shu bizni noodatiy yondashuvimiz bo'ladi. Deylik, bir hududga kelganimizdan keyin mana bu tartibda mana bunaqa vazifani bajarasizlar emas. Mana shu hududda oxirgi nuqtani aytamiz. Sizlarni ishinglar mana bu ishni yakunlash va mana shu jarayonni mergan qanday u qaror qabul qilib vazifani bajarish va qay darajada bajarishi u merganning haqiqiy qobiliyatini ko'rsatishida biz uchun qo'l kelmoqda hozirgi kunda. Deylik, sizni shogirdingiz juda ham tajribali, ya'ni o'ta merganlik qobiliyati yuqori, jismoniy jihatdan ham baquvvat, lekin ta'sirchanroq yoki deylik sabri kamroq. Uni olib qolasizmi yoki? Yo'q, bunaqa holatlarda men o'ylayman obyektiv qaror qabul qilish eng to'g'ri bo'ladi. Sababi biz professional merganlarni tayyorlayapmiz. Xato qilishga haqqimiz yo'q. U haqiqatda kuchli mutaxassis bo'lishi mumkin, lekin kuchli mergan bo'lmaydi. Men o'sha shogirdlarimni o'qitish davrida doim o'qishga kelganlar orasidan bitta gapni doim takrorlayman. Siz bu safdan ketsangiz xafa bo'lmang. Siz yaxshi otuvchi bo'lishingiz mumkin, yaxshi pulemyotchi bo'lishingiz mumkin, yaxshi grantomyotchi bo'lishingiz mumkin, lekin yaxshi mergan bo'la olmaysiz. Bu o'z-o'zidan merganga qo'yilgan talabni yuqoriligi va hamma ham bu narsani eplay olmasligi. Ochig'ini aytganda, imkoniyati yo'q odamni merganga majburlab
qo'shimcha va deylik resurslarni ortiqcha sarflash bu faqatgina vazirligimizni yoki davlatni resursidan oqilona foydalanmaslik deb o'ylayman. Shuning uchun asosiy e'tiborni saralashga qaratganmiz va mana shu saralangan bolalargagina eng ko'proq e'tiborni qaratamiz. Demak, qaroringiz sabrsizlar mergan bo'la olmaydi. Juda yaxshi. Yuqorida siz intuitsiya haqida ham gapirdingiz-da. Bu qanday o'sha mashg'ulotlar davomida shakllanadimi yoki insonda tug'ma berilgan qobiliyat bo'ladimi? Mutaxassis sifatida faqatgina mashg'ulotlar davrida shakllanadi deb o'ylayman. Mana biz oldingi merganlar haqida gapirganimizda ular qanday qilib bu mahoratga erishgan, ot ustida turib o'sha aniq ura olishgan. Bular shunchalik ko'p o'q otib o'rganidan o'sha kamonni qay darajada burchakda ushlashi, qo'lini qay holatda ushlashi bularda shu darajada refleksga aylangan. Bu intuitsiya уже ular biladi. Qanday holatda hozir kamonni o'qini qo'yib yuborsam, nishonni qayeriga bordi. Buni intuitsiya deb nomlash mumkin va buni negizida juda ko'plab mashq yotibdi. Juda ko'plab xatoliklar yotibdi. Har bir xatodan xulosa chiqargan mutaxassis o'z-o'zidan o'zi bilmagan holatda ong ostida intuitsiyani hosil qiladi va mana shunday qilib shamolda ham o'qa olishi mumkin. Yuqorida aytganimdek, buni hech qachon oldindan qanaqa holatda bilish qiyin. Juda ko'p o'q otgan merganlar buni his qila oladi. Haqiqatda mana birinchi o'qidan keyin ikkinchi o'qini hech qanaqa hisob-kitoblarsiz 1-2 sekundda tezkorlik bilan o'q otish mumkin. Buni tagida haqiqiy intuitsiya va negizida juda ko'plab mashqlar yotibdi. Bitta o'q, bitta nishon teoriyasiga bir izoh bering. Turli inson turlicha o'ylashi mumkin-da, ya'ni mergan uchun o'q nihoyatda muhim. Buni hamma juda yaxshi biladi. Va u kamsonli bo'ladi, ammo og'ir, uni hammasini ko'p miqdorda ko'tarib yura olmaydi. Shu bilan bog'lashadi. Shuning uchun ham bu teoriyani bir yaxshilab izohlab berishni xohlardim. Bilasizmi, bu teoriya umuman zamonaviy merganlik sohasi paydo bo'lganda juda shakllanib kelgan bo'lgan teoriya hisoblanadi. Sababi bugungi zamonaviy anjomlar har qanaqa otilgan o'qni qancha masofadan va qayerdan kelganini zudlik bilan aniqlab beradi. Bu degani mergan hatto 1 kilometr uzoq masofada joylashib nishonga o'q otganda uni turgan joyini qisqa vaqt ichida aniqlab va keyingi o'q o'ziga qaytib kelishi mumkin. Shuning uchun bitta o'q, bitta nishon, bu bitta o'q otishdan oldin qilinadigan hisob-kitob eng muhimi hisoblanadi. Hatto shunaqa vaqtlar bo'ladi, 5 daqiqa, 10 daqiqalab hamma hisob-kitoblarni bajarishingiz kerak bo'ladi birinchi o'q otishda. Yoki bo'lmasam umuman otmaysiz. Sababi otilgan o'q aniq xato ketadi va keyingi o'q sizga keladi. Shu sababli birinchi o'qingiz yo nishonga tegishi kerak yoki siz mag'lubiyatga uchrashingiz kerak. Shuning uchun bitta o'q, bitta nishon bu merganlar uchun eng muhim deylik qoidaga aylangan. Shu jihatdan bugun yosh merganlarda uchraydigan ko'p xatolar nimalarda ko'zga tashlanadi? Ular hozirgi merganlar shoshqaloq. O'sha tajribalarni tezda olsa-yu, bilimlarni tezda olsa-yu, o'sha mohir bo'laman degan fikrlar ularda ko'proq keladi va sabrsiz. Ayniqsa hozirgi yosh deylik mana shu sohaga kirib kelayotgan mutaxassislarda kuzatiladi. Shuning uchun doim birinchi o'rinda ularni sabr xislatlarini tarbiyalash va har bir o'rganayotgan ko'nikmalarni mustahkamlash kerak. Buning uchun nafaqat amaliy o'q otib, buni o'sha o'q otmasdan turib ham ruhan, ham mashqlar orqali shakllantirish kerak va xotirada mushaklar paydo bo'ladi. Xotira mushaklari va buni avtomatik tarzda merganlar, boya aytdim-ku, eng qiyin vaqtda ham mergan yuragini his qiladi, eng sokin vaqtida o'q otadi. Bo'lmasam ruhiy bosim ostida hamma ham bu narsani nazorat qilish qo'lidan kelmaydi. Faqatgina bu ko'proq mashq va sabr bilan erishish mumkin. Qarang, mergan o'qi tarixni o'zgartiradi deyishadi. Qiziq gap, a? Umuman tarixda shunday voqealar bo'lganmi? Agar shunday voqealar bo'lgan bo'lsa, bu ibora o'zi nimadan kelib chiqadi?
bilasizmi, aslida bunaqa voqealar juda ko'p bo'lgan, ayniqsa bu afsonaga aylangan assassinlar haqida. Assassinlar aslida eng mohir merganlar bo'lgan. Ularni o'sha eng qadimiy davrda o'sha kamonlar va arbaletlardan turib uzoq masofadan ma'lum bir davlatdan boshqa bir davlatni podshohlarini o'ldirish uchun bular yo'llangan. Lekin bu afsona. Haqiqiy deylik, real hayotda ham mana shunaqa zamonaviy assassinlar mavjud. Deylik, umuman tarixdagi janglarda bu ko'p aytiladi, lekin ochiq manbalarda topolmaysiz bu ma'lumot. Faqatgina bitta ochiq manbada bor ma'lumotlardan bittasi mana 1643-yilda Buyuk Britaniyada fuqarolik urushida bir askar, u paytda bu juda yuqori masofa hisoblangan, 137 metrdagi Lord Brook nomli armiya generalini o'sha okopdan boshini ko'targandayoq o'q otadi va chap ko'ziga, tasavvur qiling, o'sha eng oddiy qurol bo'ladi. 1643-yil haqida gapiryapman. 137 metrdan mo'ljallab o'q otadi va u generalni o'ldiradi. Mana shu o'q jangni taqdirini hal qiladi. Bu generalni armiyasi bu jangda mag'lub bo'ladi. Mana shu tarixga kirgan merganni o'qi eng katta bir janglardan birini hal qilgan bir tarixga kirgan afsona sifatida eslanadi. Juda qiziq keys ekan. Hali nemislar urush mag'lubiyatini hattoki bitta mix bilan ham izohlar ekanda. Ya'ni o'sha otga taqa qoqayotganda bitta mix yetmay qolar ekanda. Keyin u yoq bu yoqqa qarab hech kim ko'rgan yo'q-ku, mayli deb o'sha bitta mix qoqilmay qolib ketganda taqa. Va o'sha otni mingan lashkarboshi otni taqasi uzilib ketgani hisobidan ot yiqilib lashkarboshi olamdan o'tadi va armiya mag'lubiyatga uchraydi. Armiyaning mag'lubiyatga uchrashi xalqning, davlatning mag'lubiyatga uchrashiga sabab bo'lgan va bir mix ibrati degan keys paydo bo'lganda. Qarang, bu hozir siz aytgan narsa ham demak merganning bitta o'qi tarixni o'zgartirishga sabab bo'lar ekan. Shaboz, deylik, kuchli snayperni, ikkinchi kuchli snayper bir qarashda tanib olish mumkinmi? Demak, qo'lida qurol yo'q. Qo'lida qurol yo'q. Albatta, bilasizmi, men o'z tajribamdan ayta olaman, eng professional merganlar doim vazmin bo'ladi va kuzatuvchan bo'ladi. Eng asosiy ishni qurolda bajarishadi. Shuning uchun men mana shu umuman xalqaro tadbirlarda umuman har xil turli mutaxassislarning orasidan haqiqiy professional merganni uni og'ir bosiqligidan ajratib olganman va men o'zimni kuzatishlarim ham shuni isbotlagan. O'sha musobaqa natijasiga ko'ra eng yuqori natija ko'rsatgan mana shu og'ir bosiq, kam gapiradigan merganlar. Demak, sizda o'sha xulosalaringiz to'g'ri bo'lib chiqqan musobaqa yakunlariga ko'ra. Ajoyib, ajoyib. Endi bir xil snayperlar haqida gap ketganda, o'sha sabr bo'yicha rekord qo'ya oladigan snayper degan gaplar ham ishlatilar ekanda, snayperlarimiz orasida. Eng uzoqda, masalan, qimirlamasdan, ya'ni harakatsiz turish vaqti qancha vaqtgacha bo'lishi mumkin? Biz o'zi tayyorlash jarayonlarimizda 2 sutkagacha bu narsani amalga oshirishimiz kerak. Mashg'ulotlarda xuddi shunday 2 sutka bitta joyda yotib, qimirlamasdan hamma deylik ehtiyojlarini va qornini to'ydirish bo'yicha o'sha joyda amalga oshiradi. Lekin bungacha kelish uchun vaqt sarflaydi. O'sha 2 soatdan boshlanadi va uzoq vaqt davomida mana shu 2 sutkagacha keladi. Bu kimdadir juda bir qisqa vaqtni olishi mumkin. Kimdir uchun juda uzoq vaqtni olishi mumkin. Qoyil. Shunda bugungi snayperlarga qo'yiladigan minimal talab hisoblanadi-da, 2 sutkagacha chidab berish. Yo'q, aslida mana shu 2 sutkagacha uzoq muddat bitta joyda qimirlamasdan nishonni kuzata olish, faqatgina bitta joyda yotish emas, chunki 2 sutka bir joyda uxlash mumkin. U boshqa narsa. Bizdagi asosiy talab ham shunda. Mana shu 2 sutka davomida biz merganga asosiy deylik nishon paydo bo'lish vaqtini aytmaymiz. Agar ular o'sha davrda kuzatib o'tirmagan bo'lsa, nishon ma'lum bir sekund davomida paydo bo'ladi. Ular endi tayyorlash jarayonlarida deylik 500 metrda qanaqadir harf yozilgan yozuv ko'tarilishi mumkin. U 10 sekund davomida ko'rsatiladi xolos. Agar u charchab, uxlab, kuzatmagan bo'lsa, buni o'tqizsa bu vazifani bajarmadi. Bu tayyor emas, bu o'sha unga topshirilgan o'zi nishonga aylanib qoldi. Xuddi shunday, unga topshirilgan vazifani bajarmadi deb hisoblanadi.
suhbatingizdan shunday xulosaga keldimki, snayperga yuklatiladigan vazifa nihoyatda og'ir ekan va juda ham mashaqqatli kasb ekan. So'ramoqchi bo'lganim, agar sizdan o'g'lingiz yo qizingiz snayper bo'laman dada deb qolsa, rozi bo'larmidingiz? Albatta, men farzandimni qarorini birinchi o'ringa qo'yaman. Lekin buning uchun bu farzandim o'zi haqiqatdan mana shu kasbni mashaqqatlarini bilishi kerak, qaysi yo'lga kirayotganligini, qaysi yo'ldan ketishini tushunishi kerak, buni mohiyatini tushunishi kerak va ota sifatida men farzandimni qarorini ma'qullayman va qo'llab-quvvatlayman. Boshqacharoq so'rayman. Bugun bir yosh o'smir ro'parangizdan chiqdida, kecha sizni qarorgoh podkastida ko'rdim. Juda chiroyli fikrlar aytdingiz. Men ham kelajakda sizga o'xshagan mergan bo'lmoqchiman. Menga nima maslahat berasiz desa, nima degan bo'lardingiz? Bilasizmi, mergan uchun eng birinchi shakllanish kerak bo'lgan xislat bu uni aql zakovati, ya'ni xotirasi. Mana shu merganlar eng fundamental qilish kerak bo'lgan ishlar o'sha matematik hisob-kitoblarni juda yaxshi bilish kerak. Va meni tavsiyam, agar maktab yoshidagi deylik o'sha istayotgan bola bo'lsa, aniq fanlardan doim eng yuqori o'sha e'tibor bilan o'qishga e'tiborini qaratishni men so'ragan bo'lardim. Sababi aniq fanlardan yuqori bo'lgan askarlardan yaxshi merganlar chiqadi. Qolgan xislatlarni biz tarbiyalab olamiz. Temperamentni 50% tug'ma, 50% shakllanadi. Deylik, sangvinik va xolerik kabi temperamentga ega bo'lgan shaxslardan yaxshi mergan chiqmaydi deb gapiramiz. Lekin u xolerik bo'lsa-da, ma'lum bir flegmatik temperamentini tarbiyalab, undan yaxshi mergan tarbiyalash mumkin. Lekin ba'zilarda aniq fanlarga bo'lgan qobiliyat yaxshi shakllanmagan bo'ladi. Ulardan mergan tarbiyalash qiyin. Shuning uchun yosh o'sib kelayotgan avlodda aniq fanlarni o'zlashtirish yaxshi mergan bo'lish uchun eng fundamental nima desa bo'ladi, oldidagi vazifa hisoblanadi. Barmoqlaringiz biron marta tepaga ko'tarmadingiz, barmoqlaringizni ko'rsatmadingiz. Lekin suhbatimiz boshida aytdingizki, bu barmoqlar maktabda o'qib yurgan paytingizda musiqa chalgan, keyin rasmlar chizgan. Bu barmoqlar keyin qanday bunaqa katta mashaqqatlar amalga oshiradigan snayperning usta mahoratli barmoqlarga aylandi? Faqat mashqlarmi yoki boshqa sabablar ham bormi? Albatta, har qanaqa natijani tagida mehnat yotibdi. Mehnatsiz hech qanaqa natijaga erishib bo'lmaydi. Lekin avvalambor bunga undaydigan xohish, istak birinchi o'rinda. Men bolaligimdan har qanaqa ishni qo'l ursam, boshlasam, eng yuqori o'rinda, eng birinchi bo'lib o'sha narsani bajarishga intilganman. Va hozirgacha mana shu istagim hech qachon so'nmagan. Ichimdagi olov har qanaqa topshiriqda men birinchi bo'lishim kerak va eng yuqori natija bo'lishim kerak degan o'ylaymanki, menim mana shu kasbda ham chuqur mutaxassis sifatida meni shakllantirishga sababchi bo'lgan. Demak, suhbatimiz yakunida orzularingiz haqida so'ramoqchiman. Bilasizmi, avvalambor hozirgi tahsil olayotgan akademiyada birinchi o'rinda o'sha o'zimni o'sha hamkasblarim bilan, tinglovchilar bilan qatorida eng yuqori deylik o'rinlarda bitirish va mana shu meni niyatim bor. Davlatimizni kelgusida strategik qarorlar qabul qilishida rol o'ynaydigan bir muhim inson sifatida jamiyatga va davlatimizga foydasi tegadigan inson bo'lib shakllanish. Nafaqat umuman harbiy sohada, xavfsizlik sohasida, umuman davlatni boshqaruv sohasidagi eng muhim strategik qarorlarni qabul qiladigan muhim bir shaxs sifatida o'z o'rnimni topish, bu meni hozirgi oldimdagi bir oliy maqsadlarimdan bittasi. Qoyil. Aniqroq javob bermadingiz-ku, general bo'lmoqchiman. Bilasizmi, bu hammasi nisbiy deb hisoblayman. Albatta, general bo'lishni orzu qilmagan askar bu askar bo'lmaydi. Men umuman mana shu kasbni harbiy litseyda tanlaganimda yo'q, general bo'lishni oldimga maqsad qo'yganman. O'z-o'zidan general bo'lish meni bu oliy maqsadlarimdan bittasi. Shuning uchun general bo'lib ham faqatgina vazifam o'sha general bo'lib shundan deylik faxrlanish emas. Eng zo'r general bo'lish. Eng zo'r general bo'lish.
Sizga katta rahmat, qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizning qarorgohimizga tashrif buyurganingiz uchun. Men hurmatli kuzatuvchilarimizga yana bir marta eslatib o'taman. O'zi juda yosh bo'lsa ham nafaqat mamlakatimizda, balki yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek dunyoda taniqli bo'lgan armiyamizni afsonasiga aylangan mayor Shahboz Eshonqulov bugun mehmonimiz bo'ldilar va sizning kelgusidagi faoliyatingizda biz omad tilaymiz va umid qilamizki, barcha orzularingiz ijobat bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Katta rahmat. Olimjon aka, sizda ham mana shu loyihalaringiz har doim xalqimizni umuman haqiqiy naf keltiradigan bo'lsin, har bir boshlagan ishlaringiz eng samara beradigan natija bilan tugallansin. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Xush ko'rdik.